Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, hurmatli talaba, hurmatli o'quvchilar, bizni muxlislarimiz. Biz bugun Ustozlar markazida ko'rsatuvimizning navbatdagi, ya'ni 5-soni. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Ergashev Sirojiddin Fayozovich domla. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelganingiz uchun kattakon rahmat. Bo'lmasdan qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Domla, bizda asosan ko'rsatuvimiz maqsadi o'qituvchi hamda talabalar o'rtasidagi o'sha yashirin pardani olib tashlash, ya'ni o'qituvchilarga yuzma-yuz savol berishga qo'rqqan, lekin ana shu savollarni ko'rsatuv orqali ishlatmoqchimiz. Xo'p, domla, savollarga o'tishdan oldin o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz, hayotingizni, yoshlik paytlaringizni, kelib chiqishlaringiz, o'shalar haqida. Men Farg'ona viloyatini Quva tumanida tug'ilganman. 1953-yilda. Quva tumanidagi 21-maktab. Undan keyin 5-maktablarda ta'lim olib, keyin 1970-yilda shu Farg'ona Politexnika institutiga 1-kursiga mexanika mashinasozlik fakultetiga kirganman. Shu mexanika mashinasozlik fakultetida 2 yil o'qiganimizdan keyin bizni institutdan 10 kishini Moskva texnologiya institutiga o'qishni davom ettirish uchun jo'natilganmiz. Buni sababi bor. O'sha paytda bizni institutda maishiy xizmat texnikasi yo'nalishi bo'yicha mutaxassislik ochilishi kerak edi. Shunga kadr kerak bo'lgani uchun institutimizda mexanika mashinasozlik fakultetidan 10 kishini olib Moskva texnologiya institutiga jo'natilganmiz. 73-yilda borib, 75-yilda bu yerda bitirib kelib, mana shu yerda maishiy xizmat fakulteti tashkil qilingan. Farg'ona Politexnika instituti. Shu maishiy xizmat fakultetini yengil sanoat mashina apparatlari kafedrasida assistent bo'lib ishga kirganmiz. Assistent bo'lib. Assistent bo'lib ishlab 77-yilda yana Moskva texnologiya institutiga shogird tadqiqotchi bo'lib ilmiy tadqiqot ishini bajarish uchun borganmiz. Chaqirishgan. Borganmiz. Keyin ertadan shu Kirzhanovskiy nomidagi energetika ilmiy tadqiqot instituti bor. Shu ilmiy tadqiqot institutiga aspiranturasiga shu 1979-yilda kirganman. Shu aspiranturani 82-yilda bitirdim. Moskva Kirzhanovskiy nomidagi energetika instituti. Erta geotexnika laboratoriyasi bor. Bu geotexnika laboratoriyasida quyosh energiyasidan foydalanish bo'yicha shu mutaxassislik bo'yicha mavzu tanlab, dissertatsiya mavzusi. Uni 1984-yilda quyosh parabola silindrik qurilmalari bo'yicha fan nomzodlik dissertatsiyamni yoqlab, yana shu Farg'ona Politexnika institutiga qaytib kelib, ishimni davom ettirganman. Hozirgi kunda Farg'ona davlat texnika universitetining professor lavozimida. Hozirgi kunda endi shu bitirib kelganimdan keyin har xil vazifalarda ishladim. Fakultet zamdekani bo'ldim. Kafedra mudiri bo'ldim. Keyin Toshkent davlat texnika universitetini Farg'ona filiali tashkil qilingan edi bitta. Shunga direktorlik qildim. Undan keyin 2005-yilda bizni filialimiz Farg'ona Politexnika institutiga qo'shildi. Qo'shilgandan keyin o'sha yerda
energetika fakultetiga qo'shildi. Mhm. Energetika fakultetida dekan bo'lib ishladim O'zimizda. o'zimizda. Aha. 2008-yilgacha o'sha yerda dekan bo'lib ishladim. 2008-yilda ilmiy ishlar bo'yicha prorektor bo'lib tayinlandim Farg'ona politexnika institutiga. O'sha yerda 2013-yilgacha prorektorlik vazifasini bajardim. Prorektor lavozimida ishlagan. Prorektor lavozimida ishlaganman. 5 yil shu ilmiy ishlar bo'yicha prorektor lavozimida ishladim. Endi undan keyin shu institutda ilmiy kadrlar tayyorlash bo'limi bor. Mhm. Ya'ni bu yerda aspiranturaga, doktoranturaga qabul qilib, o'sha yerda shu sohadagi hozirgi olimlarimizni yetishtirib chiqaradigan bo'lim bor. Shu bo'limda 2024-yilgacha bo'lim boshlig'i bo'lib ishladim. Shu bilan bir mahalda shu elektronika asbobsozlik kafedrada yarim stavka dotsent, professor lavozimlarida ishladim. 2007-yilda Toshkentdagi fizika texnika ilmiy tadqiqot institutida doktorlik dissertatsiyamni himoya qildim. Mana hozir shu kafedraga qaytib kelib, professor elektronika asbobsozlik kafedrasini professor lavozimida ishlab kelyapman. Hozir o'zingiz aytib turibsiz, domla, o'sha Toshkent texnika universiteti deyapsiz, Farg'onanikida ishlayapsiz. Qaysi biri sizga qulayroq bo'lgan? Toshkent davlat texnika universitetimi yoki o'zimiz universitetmi? Endi o'zi Toshkent davlat texnika universitetining Farg'ona filiali shu Farg'ona politexnika instituti tarkibidan tashkil bo'lgan. Keyin bunga qo'shilib ketdik 2005-yilda. Menga bir xil bu institut ham filial anaqasi ham bir xil deb tugildi. Chunki ustasiga farqi yo'q degan. bitta kollektivda, bitta jamoada ishlaganmiz hammasi bilan. Shu sababdan shu 1970-yildan mana hozirgi 2026-yilgacha 51 yildan beri shu Farg'ona davlat texnika universitetini faoliyat ko'rsatyapman desam bo'laveradi. 51 yil. 51 yil bo'ldi. Yarim asr. Yarim asr. Haqiqiy muzey san'atisizda domla. Endi institutimizdagi universitetimizdagi deyarli barcha professor o'qituvchilarni yaxshi taniyman. Keyin hozirgi kunda mana juda ko'p yoshlarimiz ilmiy ish qilib dissertatsiya yoqlab olim bo'lishyapti. Mana shu energetika fakultetida ham juda ko'p yosh olimlarni men shogirdim deb hisoblayman. Chunki bularda doktoranturaga kirishida, ularni shu ilmiy ish qilishida qo'limdan kelgan barcha maslahatni, barcha yordamni berganman. Shu sababli hozirgi kunda yiliga 30-40 ta, 50 tagacha yosh olimlar shu institutimizda paydo bo'lyapti. Endigi navbat domla ustoz talabalar tomonidan kelgan savollarga o'tsak. Birinchi savolimiz: Assalomu alaykum ustoz. Sizning hayotingiz yo'lida erishgan eng katta muvaffaqiyatingiz ortida qanday mag'lubiyat yashiringan? Ya'ni qaysi xatoyingiz sizga eng katta dars bo'lgan? Shu haqida gapirib bersangiz. Endi xatoyim bitta. Men o'ylaymanki, doimiy ravishda studentlarga bo'lishib kelganman. Hech qachon birorta studentni ham talabalarlik safidan chiqarmaganman. Shu direktor bo'lganimda ham, dekan bo'lganimda ham shu talabalik safidan chiqarmaganman.
meni qandaydir haligi bo'shlik deydi odamda, shu yumshoqligim bor. Ha. Mana shu yumshoqligim balkim yaxshi bo'ldi. Nimaga deganda, hozir ba'zida mana bu student bo'sh o'qidi. Lekin u institutga kirgan. Institutga kirgandan keyin uni yetaklab, sekin asta bilim berib bitirgizish kerak. Chunki u odam bo'lish kerak hayotda. Mana shu tomondan yaxshi o'qimagan bolalarga yordamim tegib, boshqa qilib ularni chetga chiqarmasdan anaqa qilganim kamchiligim deb hisobladim. Mumkin. Chunki qattiq qo'lam bo'lish kerak ba'zida. Qattiq qo'lam hayotda bo'lish kerak. Shu qattiq qo'llik qo'limdan kelmaydi. Albatta. Javobingiz uchun kattakon rahmat. Domla, bizda keyingi savolimiz Sirojiddin Fayozovich, agar sizni hayotingiz haqida kitob yozilsa, uning eng muhim bobi qanday nomlangan bo'lar edi? Iloji bo'lsa shu haqida so'zlab bersangiz. Meni eng muhim hozirgacha eslab keladigan aniqim shu maktab payti. Maktabda 1-sinfdan boshlab 10-sinfgacha olgan bilimlarim, orttirgan do'stlarim eng yaxshi davr hisoblayman. Keyin mana shu 1970-yilda Farg'ona Politexnika institutiga o'qishga kirganman. Shu o'qishga kirganimdan boshlagan kundan boshlab qaniydir menda faxr paydo bo'lgan. Shu Farg'ona Politexnika institutida o'qiyapman degan. O'rtoqlarim oldida ham, qishloqda ham, boshqada ham qaniydir yaxshi kiyinib, yaxshi so'zlashga, odamlar bilan muloqot qilishga, shu institut talabasi, institut o'qituvchisi degan haligi vazifaga loyiq bo'lishga harakat qilganman. Mana shu institutda kirib, o'qib, ishlab, hozirgacha kungan vaqtim ham juda ham bir yaxshi kunlar bo'ldi. Juda ko'p professor, o'qituvchilar bilan hozir do'stmiz. Ko'plarini anchasi olamdan o'tganlari bor, lekin ularni doim biz mana 9-may xotira kunida institutimizda juda yaxshi tashkil qilingan xotira kuni eslaymiz. 2-3 marta o'sha xotira anaqasiga kirib, o'shalar bilan qilgan muloqotlarim, olgan ulardan bilimlarimni eslab anaqa qilib chiqib ketaman ko'pincha. Javobingiz uchun kattakon rahmat.